Qo'qon shahridagi Jome majmuasi minorasi va 99 ta ustunga ega bo'lgan ayvon. Mavzuga aloqador bo'lmasa ham qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchi va uni eksport qiluvchi tadbirkorlik subyektlari, korxonalar uchun yangilik. Yaqin fursatda Malayziyaga qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini to'g'ridan-to'g'ri eksport qilish imkoniyati yaratiladi. Sababi Malayziyada O'zbekiston savdo uyi tashkil etilyapti. Bu haqida Malayziyaning qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat xavfsizligi vazirining Qo'qon shahriga tashrifi davomida aytildi. Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqaruvchi, qayta ishlovchi Farg'ona Malayziya qo'shma korxonasini tuzish haqida hujjat imzolandi. Malayziyaga oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilishni nima foydasi bor dersiz? Sababi Malayziya qishloq xo'jaligi mahsulotlari va tabiiy resurslarni eksport qilish bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinlarda turadi. Xususan dunyoga palma yog'i, kakao, kokos yong'oqlari kabi, ananas kabi juda ko'plab mahsulotlarni eksport qiladi va yalpi mahsulot hajmi bo'yicha dunyoda 30-31-32 o'rinlarda turadi. Holatga qarab har yillarda har xil yalpi ichki mahsulot hajmi, e'tibor bering, 1.2 trillionni tashkil etadi. Yana bir foydasi, Malayziya Islom banki xalqaro markazi hisoblanadi va bu jihatdan ham tadbirkorlarimizga ancha qulayliklar yaratadi. Biz bejizga Jome majmuasi haqida gapirmadik. Sababi nafaqat yig'ilish bo'ldi, nafaqat muzokaralar, balki Malayziyaning qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat xavfsizligi vaziri boshchiligidagi delegatsiya Qo'qon shahrining diqqatga sazovor joylarini ham ko'zdan kechirdi. Bu ham bejizga emas, sababi Malayziya islom mamlakati va islom dini tarixi bilan bog'liq manbalarni ular o'rganishga juda ham ishtiyoqmand. Jome majmuasi o'z davrida 19-asrda jome masjidi sifatida ishlatilgan va bu yerda islom dini bilan bog'liq ancha tarix bor va malayziyalik mehmonlar aynan mana shu tarix bilan tanishishga ahd qilishdi. Shunday yana bir ma'lumot, mana bu yerda bir qancha hunarmandchilik maskanlari bor. Bizda ishlab chiqariladigan hunarmandchilik mahsulotlari ular uchun ham qiziq. Ularning hammasini ma'lumot o'rnida qabul qilasiz. E'tiboringiz uchun rahmat.